Shamollab qoldingizmi? Yoki yaqinlar bilan shamollayotsizmi? Yoki ko'ryapsiz, virus va yomon tez tarqalyapti. Shamollashdan qo'rqyapsizmi? Judayam bitta zo'r usulni o'rgatib qo'yaman. Diqqat bilan ko'rib saqlanglar. Bu usulni men o'zim qilaman va 100% ishlaydigan. Chunki men judayam ko'p kasallarning orasida yuraman. Kerak bo'ladi. O'zini tarkibida antibiotik saqlagan bu yarim choy qoshiq zarchava. Kerak bo'ladi yarim choy qoshiq zanjabil va 3 dona qalampir munchoq. Bu ikkilovi judayam zo'r proteovirus hisoblanadi. Kerak bo'ladi kardamon. Kardamon nafas yo'llarini ochadi, balg'amlarni chiqaradi va g'ijillashlarni yo'qotadi. Va 1 stakan sut. 1 stakan sutni bitta idishga solasiz, hamma masalliqlarni qo'shtirib, bitta qaynatib olasiz va sitadan o'tkazib, yarim choy qoshiq asal solasiz. Immun sistemangizni ko'taradi. Kechqurunga bir mahal 10 kun için judayam zo'r davo, judayam zo'r profilaktika va hamma qilsa bo'ladi. Bugundan boshlashingiz shart bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz bilan doktor Kamilov, e'tiborchi rahmat.